bugun Urganch davlat pedagogika institutida bo'lib turibmiz. Bilamizki, hozirgi kunda respublika bo'ylab ayol rektorlarimiz juda kam, lekin mana shu institut ostonasidan bilindi. Aynan ayol rektor boshchiligida bu institut boshqarilayotgani va quvonarli tarafi hozirgi kunda bu institutda 78% qizlarimiz tahsil olmoqda ekan. Chunki hurmatli yurtboshimiz tomonidan ham bu yil 250 mingta qiz oliy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirish kerak. O'tgan yili bu 97 mingta ko'rsatkichga ega bo'lgan. Respublikamizning 14 ta hududiga aynan Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan Oqila ayollar harakati va ayol ma'rifati kengashining faol a'zolari barcha hududlarga tashrif buyurishgan. Jumladan biz ham Xorazm viloyatiga 9-12 aprel kunlari tashrifni amalga oshirmoqdamiz. Tashrifning asosiy maqsadi 3 yo'nalish bo'yicha, ya'ni bu birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalariga qizlarning qamrovini kengaytirish va biz targ'ibot ishlarini aynan shu Xorazmning faol, aqlli, bilimdon qizlarini yanada ko'proq oliy ta'lim muassasalariga topshirish, oliy ta'lim muassasalari hujjat topshirib talaba bo'lishga da'vat qilmoqdamiz.